hali ichkari suvoq bo'lmagan, hali fasad suvoq bo'lmagan, lekin biz mana qismini suvatib oldik. Bu yoq garaj qism, garaj tepasi, bu yoq tom bo'ladi. Mana strapalarni sekin qoqishyapti. Nimaga ichkarini qilib bo'lmasdan, fasad qilib bo'lmasdan aynan bu yerda qilib yordik. Mana shu birinchi suvatmasdan ichkarilarni suvatib chiqqanimizcha Islom hozir taqilab tom yopib qo'ygan bo'lardi. Suvoqchilar keyin bu yerda ish boshlasa, xuddi mana bunaqa holat bo'ladi. Ming marta aytdim buni. Klinka yo'q deb aytdim men sizlarga. Klinka yo'qmadinglar ular. Kisamdan sotib olib berdim shu yerda. Ular aytmanglar kirishani deb suv ag'arlar, tiqilib qolgan bilan suv ag'arlar ketmaydi mana. Ko'rganingizdek, xuddi shunaqa holat yuz berardi. Tom dabdala bo'lib ketardi. Yoki deb bo'lmasam, bolalarga iltimos qilsa, bitta ko'lab beramiz desa, tunkasini yechib berarding, to'g'rimi, Islom? Tunkani yechib berib turib, bot suv olgandan keyin yana boshqatdan yopish kerak. Otavora, ko'tavora, xullas bir kunlik ish 10 kunga cho'ziladi. Sap tepani yopib yurincha bot suv olib qo'yishdi. Shunaqa gaplar. Prorab nimaga kerak deydi? Mana shu ishni to'g'ri rejalayotgan paytimizda to'g'ri qaror qabul qilishda ham mana shu prorab roli katta bo'ladi. Agar ketma-ketligi bo'yicha qilinsin desa, ichkarini birinchi obdon, ichkarini suvab, keyin tashqariga o'tib, keyin bu yoqqa o'tgan, tom bo'lib qolibdi bu yerda. Tomni suv chiqamiz endi deydigan fikr bo'lib qoladi. Hamma ish oldindan rejalab, o'ylab qilinadigan bo'lsa, oxirida boshqa ishlab turilmaydi. To'g'ri? Like mi bitta?